Bu avtomobilni ko'rganda albatta yoshligimizni eslaymiz. Yoshligimizda bir marta bo'lsa ham bu avtomobilni albatta haydab ko'rganlar bor. Haligacha o'zini obro'yini yo'qotmagan Tiko avtomobili haqida gaplashamiz. Tiko avtomobili sobiq Sovet Ittifoqi va O'zbekiston kabi davlatlarda juda mashhur bo'lib, uning ixcham o'lchamligi va yoqilg'i sarfining kamligi haydovchilarga ma'qul tushgan. Albatta Tiko avtomobilni minishni o'rganish uchun ham albatta tanlab olingan. Tiko avtomobili kam benzin yeydi, parkovkaga oson va shaharlar ichida ideal avtomobil hisoblanadi. Siz ham Tiko avtomobilni bir marta bo'lsa ham haydab ko'rganmisiz yo hali ham haydaysizmi? Shu haqda kommentariyaga albatta yozib qoldiring va Tiko avtomobilini ko'rganda nima yodingizga tushadi? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldiring. Sizni kommentingizni o'qigan odamga bolaligini eslatib tursin.